Hamma bilib qo'ysin. Er-xotinlar ham, yosh qarilar ham, ota-onalar ham. Bolasini oilani buzishga, buyurishga ota-onaning haqqi yo'q shariatda. Haqqi yo'q. Haligi gap bu. Allohning arshini larzaga keltiradigan narsaga majburlashga ota-onaning haqqi yo'q. Kelin kuyov bir-birini yaxshi ko'rib, birga yashaymiz deyaptimi? Sharoit yaratib berish kerak. Erkakning tarafi ham o'g'liga xotinini taloq qilishga haqqi yo'q deyishga, ayolning tarafi qiziga shundan ajraysan bo'lmasa bolanmassan deyishga haqqi yo'q. Bu shariatdagi sobit gap bu. Bugungi sharoitdan kelib chiqib aytilayotgan gap emas. O'sha qadimgi imomlardan, Imom Ahmaddan, Imom Abu Hanifadan, ulardan oldingilardan sobit bo'lib kelayotgan shariatning hukmi shu. Bola uchun xotinini taloq qilish ota-onaga yaxshilik qilish doirasiga kirmaydi degan hammalar. Ota-onaning bolasiga oilangni buz deyishga haqqi yo'q degan gap. Ana ota-ona xotinini taloq qil desa, oilangni buz desa-yu, bolasi yo'q desa, beodob bo'lmaydi. Oq qilaman desa, oq qilishi o'tmaydi. Mana shu narsani hamma yaxshi bilish kerak. Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhining oldiga bir odam kelgan shunaqa deb. Menga shunaqa ota-ona tarafdan ta'zir bo'lyapti, xotinimni qo'yish to'g'risida. Yo'q, xotinini demak qo'yib yuborish ota-onaga yaxshilik qilish doirasiga kirmaydi. Bitta Mahmadona Hazrati Umar o'g'liga aytgan-ku Abdullohga, xotinini taloq qil degan. Shunaqa hodisa bo'lgan. Shunda Imom Ahmad ibn Hanbal aytganki, seni otang ham Hazrati Umarday bo'lganda aytadi degan. Hazrati Umar mujtahid inson. Islom ummatining faxri bo'lgan inson. O'sha kelinda shunaqa holat bor edi, shuni bilib aytgan o'g'liga. Shariat yuzasidan, o'zini izzat nafsidan emas. O'zini havoyi nafsiga burib aytmagan u. U odam shariatning hukmini amalga oshirish uchun o'g'li bilmagan narsani bilganidan shu gapni aytgan. Hozirgilar shuni aytayaptimi? Shariat uchun qo'yaptimi? Yo'q, shariat eslarida yo'q ularni. O'zlarining havoyi nafslari bor. Kelin bechara yoki kuyov bechara nimadir qilgan bularni havoyi nafsiga yoqmaydigan. O'shuning uchun o'chini olmoqchi bular. Bunaqa narsalar mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun bizni xalqimiz, yoshlarimiz, qarilarimiz hammamiz yaxshi bilishimiz kerak. Ana o'sha taloq masalasida demak juda ehtiyot bo'lish kerak. Istig'jon, achchiq chiqar, urushar, urushsin, so'kishsin, tepishsin, nima qilsa qilsin, talog'ini aytmasin. Talog'ini aytmasin. Haligi gap, ertaman aytib qo'yib tushga borib yig'lab yuribdi. Qanaqa yarashaman deb. Shuningdek, erkaklar xotiniga gapini o'tkaza olmasa, falon qilmasang taloqsan deyishmasin. Boshqa ishlarni qilsin mayli, lekin oraga taloqni qo'shishmasin. Ota-onalar hammasi aqlini peshlasin. O'zlari bolalarni boshqalar uylashib qo'ygan. Endi bugunga kelib ajrasandan deyishmasin. O'zlarini havoyi nafsini o'rtaga qo'yib, birga yashashni istab turgan bolalarini bir-biridan judo qilib oilasini buzishga bosh bo'lishmasin bular.